Ibrohim aka, bilamizki, yurtdoshlarimiz taxta deb YouTubedan yoki ijtimoiy tarmoqlardan har joydan qidirishadi. Chunki pol qilishlari kerak, strapila uchun taxta qidirishadi. Bizning Taksim do'konimizda taxta mahsulotlari katta miqdorda, katta assortimentda bor. Bitta bularni mana shu yurtdoshlarimizga narxlari, qaysi biri zo'r, qaysi biri qayerga ketadi, mana shularni to'liq tushuntirib, narxlari bilan tanishtirib o'tsak bitta. Mayli. Unda birinchisidan boshlaymiz. O'zi sklada nechta taxta bor? Skladimizda 20 dan ortiq taxta turlari mavjud. Shulardan hammasini ko'rsatib o'tamiz. Taksim profilini yangi ko'rayotganlar uchun Taksim bu qurilish mollari markazi Jomboyda joylashgan. To'g'ri? Bulung'urliklar, Jomboyliklar, Samarqandliklar kelib bu yerdan asosan barcha qurilish mollarini kelib sotib olishadi. Xo'p, aka, birinchi bundan boshlaymiz, to'g'rimi? Shunday. Bu nima uchun taxta? Bu taxtamiz razmeri 14 ga 3.8 lik, qalinligi, uzunligi 6 metrlik, asosan strapila uchun. Bu taxtamizning narxi 123 ming so'm. Shu bugungi kundagi narxi. Keyin narxlar shu kunga amal qiladi. Masalan, siz 1 yildan keyin yoki 6 oydan keyin ham videoni ko'rishingiz mumkin. Bu vaqtda narxlar boshqacha bo'lishi mumkin. Agarda narxlar qiziq bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Xuddi shunday. Bu boshqa taxtami yoki ikkalasi bir? Ikkovi bir xil. Mana bu yerda yana bir xil taxtamiz bor. Bu pol uchun ishlatiladi. Asosan 13,5 ga 201 lik qalinligi, uzunligi 6 metrlik. Bu taxtamizning narxi 70 ming so'm. Bu qalinroq taxta ekan. Bu ham asosan strapila uchun ishlatiladi. 14 ga 4.2 qalinligi, uzunligi 6 metrlik. Bir donasining narxi 139 ming so'm. Bu mahsulotimizning turi sasna. Sasna daraxtdan olingan. Xuddi shunday, rossiyskiy sasna bo'ladi. Mana bu yerda ham bor, yana bir xil strapilamiz. 11 ga 3.1 lik, uzunligi 6 metrlik. Yengilroq, kichikroq tomlar uchun ishlatiladi. Bu yuqori razmerimiz. Bir donasi 82 ming so'm. Mana bu ekranda narxlar chiqib odamlarga tushuntiriladi, narxlar chiqadi. Mana bu yerdagi yog'ochimiz 10 ga 2.4 lik, uzunligi 6 metrlik. Asosan polga ham ishlatsa bo'ladi. Tomning shunaqa joylari bor. Latokda orqasiga ishlatiladi. Polga ham, tomga ham ishlatiladigan joy ishlatsa bo'ladi. Bir donasining narxi 54 ming so'm. O'zi Ibrohim aka, masalan, qurilish qilayotganlarga qaysi taxtani maslahat berasiz? Endi bizlarda hozirgi kunda asosan pol uchun berilayotgan razmerimiz 15 ga 2.2 lik, uzunligi 4 metrlik yoki 6 metrlik yog'ochimiz. Strapilaga bo'lsa, asosan 11 ga 3.5 lik 6 metrlik i 14 ga 3.5 lik qalinligi, uzunligi 6 metrlik strapilamiz ko'p sotiladi. Qaysi daraxtniki yaxshi yoki qaysi davlatning taxtasi yaxshi masalan? Asosan Rossiya daraxtning turi sasna eng yaxshisi hozir. Sizlarda Rossiyadan taxtalar keladi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Tamam. Bu bir kelasi? Bu ham yo'q, bu boshqa razmer. 17 ga 3.5 lik, 6 metrlik. Menimcha pol uchun bu? Yo'q, polga ishlatilmaydi. Bu ham asosan uzun tomlarga ishlatiladi, strapilalik maqsadida. Bunimizning narxi 138 ming so'm, 6 metrlik, 17 ga 3.5, uzunligi 6 metrlik. Bu razmerda ham ko'rdik, bu yerda bor edi. Mana bu yerda strapila uchun ham juda hadovoy razmerimiz 14 ga 3.3 lik, uzunligi 6 metrlik. 110 ming so'm buning bir donasining narxi. Ibrohim aka, o'zi taxta olishda nimaga e'tibor berish kerak? Chunki men bozorga boraman, qurilish qilmoqchi bo'lib, masalan, bu yerda 1000 xil taxta bor, 1000 xil taxta sotuvchi bor. Shunda nimani men qanaqa ajratib olishim kerak? Biz endi shuning uchun Taksim do'konimizga o'sha taxtalarning saralanganlarini olib kelib qo'yganmiz. Pol uchun ham, strapila uchun ham eng yaxshi razmerlarni bizlar terib olib kelib sotamiz bu yerga. Ya'ni Taksim do'konining qulay tomoni bu odamlar kelib har xil taxta furoshdan emas, bitta o'zlaringizdan eng saralangan mahsulotni olishadi. Xuddi shunday. Taxtaning tanlab olishda asosan e'tibor berish kerak bo'lgan joylari, birinchisi o'sha taxtaning quruq yoki ho'lligi. Qayerga ishlatish, bular quruq, qayerga ishlatilishiga qarab, keyin ko'zli, ko'zsizligiga qarab, keyin o'sha yog'ochning turi, sasna yoki yel yoki keder sortlari borda buni. Shunga ham e'tibor berish kerak. Ko'zi ko'p bo'lsa,
Taxtada demak uni ovosligini tavsiya berasiz. Ha, endi qancha ko'zi ko'p bo'lsa, shuncha yog'ochning sifati tushib boraveradi sifati. Ibrohim aka, mana bitta bolorni ham narxlari bilan tanishtirib o'taylik. Bizlarda bolar mahsulotlar bor. Mana bu ko'rib turgan bolarimiz 15 lik diametri, uzunligi 4 metrlik. Asosan tomga ishlatiladi. Loy shoxi tagidan. Buning narxi 215 ming so'm. Donasiga, to'g'ri. Donasiga 4 metrlik. Mana bu yerda kichikroq razmeri bor. Bu 14 lik deyiladi. Mana bu joyi uzunligi 4 metrlik. 4 santimetr. Shundaymi? Xuddi shunday diametri. Uzunligi. Uzunligi 4 metr bo'ladi. Bularning narxi 190 ming so'm. Bu ham shundan. Bu ham 14 lik. Bu 15 ga 4 ekan. Keyin bunisi 15 diametr, uzunligi 4 metrlik, 215 ming so'm narxi. Bu kichikroqmi? Bu razmerimiz 13 lik bo'ladi, uzunligi 4 metrlik, 168 ming so'm bir donasining narxi. Shu bugungi kundagi narx. Bu razmerimiz 16 santimetrlik diametri, uzunligi 4 metrlik, 270 ming so'm. Shu bugungi kundagi narx. Bolorlar hammasi 4 metrlik bo'ladimi uzunligi? Uzunligi 4 metrlik, 5 metrlik, 6 metrlik bo'ladi. Qolgan razmerlarni ham ko'rsataman. Qarang, Ibrohim aka, hozir bu ko'rsatayotganlaringiz qanaqa bolor, qaysi daraxtniki? Qayerdan kelgan? Bu Rossiyadan kelgan sasna. Bu ham sasna. Asosan sasna. Bo'lmasa qolganlarni ham ko'rsataylik. Bu yerda 11 lik razmerimiz, 11 santimetr diametri, uzunligi 4 metrlik, 120 ming so'm narxi. Buradan buni ham ko'rsataylik. Bu yerda asosan polga ishlatiladigan razmerimiz quruq. Oppoq ekan bu. Birinchi sort taxta 15 santimetr eni, qalinligi 2,6 lik bo'ladi, uzunligi 4 metrlik, 65 ming so'm. Shu bugungi kundagi narx. Aka, armatura ham bor-ku, bundan o'sha armaturani ham ko'rsatsak. Bor, ko'rsatamiz. Bu yerda shpun taxtalarimiz ham bor, uzunligi 4 metrlik. Bular asosan polga ishlatiladi. Eni 14 santimetrga, qalinligi 2,1 lik, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bir donasining narxi 62 ming so'm. Hozirgi kunga amal qiladi. Hozirgi kundagi narx. Bu yerda eng ko'p odamlarga kerak bo'ladigan strapila mahsulotimiz 11 ga 3,5, uzunligi 6 metrlik va 14 ga 3,5, uzunligi 6 metrlik strapilamiz. Narxlari qanaqa bo'ladi? Narxlari 11ligi 92 ming so'm bir donasi, 14 ga 3,5, uzunligi 6 metrligi 116 ming so'm narxi. Ibrohim aka, qurilish qilayotganlarga mana shu armaturani ko'p kerak bo'ladi. Birdan shuni ham narxini necha puldan necha pulgacha aytib o'tsangiz. Bizlarda armaturalar, bu yerdagi armaturalar asosan Simiz zavodniki markasi A500 bo'ladi. Rossiyskiy seriyada ishlab chiqariladi. O'zimizda Samarqanddan. Narxlari 7,5 mingdan 34 minggacha, 12 lik razmerdan to 25 lik razmerigacha barcha turlari mavjud. Ibrohim aka, ko'pchilik qurilish mollarini olmoqchi bo'ladi. Shuning uchun ham agar siz qurilish mollarini qaysidir kerak bo'lsa agar izohlarda yozib qoldiring. Biz aynan o'sha bo'limni, masalan, deylik, santexnika bo'limi. Mana shuni yozib qoldiring. Bizga mana shunaqa mahsulotlar kerak deb, biz o'shani obzor qilib sizlarga to'liq video qilib ko'rsatamiz. Sahifamizga obuna bo'ling, mana shunday qurilish mollarini sizlarga narxlari bilan to'liq ko'rsatib boramiz. Samarqandlik, Jomboylik, Bulung'urlik bo'lsangiz, videoga like bosishdan chiqmasin.